Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari. Kecha Jahon Chempionat doirasidagi bo'lib o'tgan ajoyib dramatik o'yinga to'xtalib o'tamiz. Bu esa Yaponiya va Niderlandiya o'rtasidagi o'yin. O'yin 2-3 hisobda jangovar durang bilan yakunlanyapti. O'yinga keladigan bo'lsak, birinchi taymda ham juda ham ko'p xavfli vaziyatlar guvohiga aylandik. Yaponiyadan Niderlandiya ham juda ham tartibli o'yin namoyish etdi. Ikkinchi taymda 51-daqiqasida Niderlandiya hisob ochyapti, Van Dijk gol uryapti. Unga javoban esa 6 daqiqadan so'ng samuraylar futbolchisi Nakamura hisobni 1-1 ko'rishga olib kelyapti. Ajoyib o'yin. Niderlandiya futbolchisi Sammervil hisobni 2-1 ko'rishga olib kelyapti. Ajoyib futbolga aylandik. Qisqarli o'yin. Va o'yin 2-1 hisobda tugaydimi deb turgan paytimizda Yaponiya terma jamoasi 89 daqiqasida so'nggi daqiqalarda gol urib ketyapti. Jangovar durang bo'lishiga sababchi bo'lyapti. Har bir terma jamoa so'nggi daqiqada gol urib yuborish, ochko yo'qotish juda ham alam qiladi. Va F guruhidan o'rin olgan bu o'yin jangovar durang bilan yakunlanyapti va jamoalar bir ochkodan bo'lishi